Hammaga assalomu alaykum. Bizning demo darsimizga xush kelibsiz. Mening ismim Sharaliyev Bekzod. Men Sales App'ni asoschilaridan biriman. Shu 4 ta dars davomida siz nimani o'rganasiz? Birinchi dars bu umumiy olganda sotuv haqida va kim sotuvchi bo'la oladi. Ikkinchi darsimiz esa qanaqa qilib professional darajada sotuvni amalga oshirish mumkin. Ya'ni 5 ta etaplar haqida gaplashamiz va hokazo. Kunni 3-chisida, ya'ni 3-dars davomida siz qanaqa qilib taklifni to'g'ri berishni o'rganasiz. Va oxirgi kunda insonning e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni возраженияsi bo'ladigan bo'lsa, siz uni ustida qanaqa ishlashingiz mumkinligi haqida ma'lumot bo'lib o'tadi. Va kunning oxirida mana shu 4 ta darsni ko'rganingizdan keyin sizda bemalol sotuvni boshlash uchun yetarli ko'nikma bo'ladi. O'zi umumiy holda o'ylab ko'rganmisizlar, sotuvchi o'zi kim va uning ishi nima uchun muhim? Nima uchun ko'proq bizneslar ko'proq sotuvchini jalb qilishga harakat qiladi va nima uchun sotuvchilarga boshqa kasb egalariga nisbatan ko'proq pul to'lashga tayyor? Keling birma-bir shu haqida siz bilan gaplashamiz. Eng muhim bo'lgan aspekti bu sotuv. Nima degani bu? Ya'ni ertaga mahsulot men zo'r bo'lsa, men zo'r ishlab chiqarilgan bo'lsa, men insonlarga juda katta qiymat olib kelgan taqdirda ham agar uni yetarli darajada insonni ko'ndirib oldirtirmasa, ya'ni unga yetarli sabab xarid qilishga bermasa, u mahsulot oddiygina skladda yotadi. Ya'ni hech qanaqasiga harakat bo'lmaydi. Sotuvchi asosiy vazifasi bu nima produkt bo'lishidan qat'iy nazar yoki xizmat, nima xizmat bo'lishidan qat'iy nazar asosiy vazifasi insonga qiymatini yetkazib berib, yetarlicha sabab berib unga xarid qildirtirish. Ya'ni sotuvchisiz hech qanaqa proses yurmaydi. Ya'ni ertaga ishlab chiqarishni kengaytira olmaysiz yoki qurilish bo'lsa qurilishni kengaytira olmaysiz va sotuvchini asosiy vazifasi bu kelajakdagi o'sishni ta'minlab berish. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa kompaniyalar boshqa yo'nalishga nisbatan sotuvchiga kamroq fiksa beradi. Nima uchun? Chunki sotuvchi kelajakda olib keladigan foydasi uchun komissiya oladi. Ya'ni men fiksasi kamroq bo'lsa, unda har doim mahsulot sotgandan komissiyasi bor. Misol uchun, mashina sotsa, aytaylik 1%, 2%, 3% kompaniyaning siyosatiga qarab. Lekin как minimum sotuvchi o'rtada 1,5 ming, 2 ming, 3 ming, 4 ming dollar qiladigan ish. Nimaga? Chunki o'zingiz tasavvur qiling. Sizda ikkita turdagi xodim bor. Birinchi turdagi xodim bu постоянно operatsionkada, misol uchun ishlab chiqarishda ishlaydi. Va bu inson aytaylik ishlasa, ishlamasa mahsulotni chiqarishi shart. Ming mahsulotni chiqarishi shart bo'lsa, ish beruvchi unga pul to'lashga shart. Lekin sotuvchi misolida esa sotuvchi kelajakdagi foydani olib kelib berayotganligini hisobiga kompaniya unga ko'proq pul to'lashga tayyor. Ya'ni unga fiksasini kamaytirib qo'ygan va aytgan, "Mayli, nech pul sotsang sot, lekin shu olib kelgan foydangdan men senga qanaqadir bitta qismini komissiya beraman" deb aytadi. Va shundan kelib chiqib bitta xulosa. Ya'ni ertaga mahsulotni sotuvchi qancha ko'p sotsa, shuncha ko'p pul ishlashi mumkin. Va shuning uchun ham kompaniyalar sotuvchilarga ko'proq pul to'lashga tayyor. Oddiy boshqa xodimga nisbatan. 3-sabab, O'zbekistonda xalqaro va mahalliy kompaniyalar o'ta ko'p. Ya'ni bu degani ertaga siz qanaqadir ish qidirmoqchi bo'lsangiz yoki mana shu yo'nalish bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, har xil turdagi sotuv ishlari bor. Ya'ni hozir unda o'ylab qaraydigan bo'lsak, har bitta kasbda sotuv muhim. Ya'ni oddiy misolda siz sotuvchi bo'lishingiz shart emas, sotuv sizga kerak bo'lishi uchun. Ya'ni o'zingizni komandangizga tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz, yetarli darajada ishonchli bo'lish kerak. Ishonch berish bu sotuvning bitta qismi. Va har kungi muloqotingiz, ya'ni o'zingizga bo'lgan, gapingizga bo'lgan ishonchingiz bu ham sotuvni bitta aspekti. Va bu narsani o'rganish, meni fikrim bo'yicha bu shaxsiy javobgarlik. Ya'ni ertaga o'smoqchi bo'lsangiz inson sifatida yoki o'z karyerangizni qurmoqchi bo'lgan bo'lsangiz ham, baribir sotuv sizga juda muhim bo'lib qoladi. Lekin sotuv haqida 3 ta fakt aytdim, sotuv nimaligini ham aytib ketaman. Tasavvur qiling, siz oldingizga bitta mijoz kelyapti. Va bu mijoz siz do'koningizga yoki sizni xizmat ko'rsatuvchi joyingizga kelganda ham o'z sababi bor. Ya'ni qanaqadir talab bo'lganligi uchun siz oldingizga kelgan. Lekin siz bu talabni hali bilmaysiz. Shuning uchun birinchi qiladigan narsangiz bu albatta salom berganingizdan keyin, xush kelibsiz deganingizdan keyin bu insondan
ehtiyojini bilish. Ya'ni nima uchun bu do'konga именно hozir kelganligini aniqlash. Ya'ni birinchi etapimiz установление kontakti deymiz, ya'ni kontakt tuzish. Inson bilan ozgina yaqin bo'lganingizdan keyin ikkinchi qiladigan narsangiz bu ehtiyojni o'rganish. Ya'ni ehtiyojni o'rgangan holda insonga to'g'ri taklif berish. Ya'ni aytaylik, inson mashina sotayotganimizda sportivniy mashina qidirayotgan bo'lsa, sportkar, mayli, unda biz unga shunga yarasha mashina taklif qilishimiz kerak. Agar oilaviy mashina qidirayotgan bo'lsa, shunga yarasha taklif berishimiz kerak. Lekin insonga nima kerakligini faqatgina so'raganingizdan keyin bilasiz. Shuning uchun ehtiyojni o'rganish bu juda muhim. Ya'ni ehtiyojni o'rgangan holda to'g'ri taklif berib, insonni nimaki возраженияsi, e'tirozi bo'lgan holda yumshoqini, o'rtog'ini hal qilib, sekin keyingi etapda sotuvga olib kelish. Ya'ni ehtiyojni o'rgangan holda to'g'ri taklif berish va insonga to'g'ri tanlovga yordam berish, meni fikrimcha, bu sotuv. Hozirgi paytda insonga nimadirni tiqishtirib, bosim asosida yoki qanaqadir dezinformatsiya berib sotish payti o'tib ketdi. Hozirgi paytda ekologik sotuv bu juda muhim. Ya'ni ekologik deganda insonning ehtiyojini inobatga olgan holda unga to'g'ri maslahat berish. Va maslahat deganda ham yetarli darajada sababli va ko'ndiruvchan muloqot. Keling, siz bilan yana bitta muhim mavzuni gaplashamiz. Bu kim o'zi sotuvchi bo'la oladi? Ertaga sotuv sohasiga kirganingizda siz qanaqa inson bo'lishingiz kerak? Qanaqa fazilatlar, qanaqa ko'nikmalar, qanaqa kelib chiqish, qanaqa tasavvurga ega bo'lishingiz kerak? Va kirganingizda hammasi 100% tayyor bo'lish kerakmi yoki bu o'rganuvchan ko'nikmalarmi? Eng muhimi, birinchisi bu meni shaxsiy fikrim, bu o'rganish mumkin bo'lgan ko'nikma. Nima uchun? Chunki birinchi sabab, har bir inson o'z tug'ilganda, misol uchun daraja tomonlama oladigan bo'lsak, endi bu narsani o'lchash nereal, lekin baribir tasavvur qilaylik, 3 ta inson bor va har bitta insonning o'zining ko'nikmasi o'ziga yarasha. Kimdirda 0%, kimdirda 10%, kimdirda 5%. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, 0% bu mumkin emas. Ya'ni har bitta inson o'zining niyati, ya'ni o'sishga niyati bo'ladigan bo'lsa, muloqot tomonlama, zabon tomonlama farqi yo'q. 100% bu narsani o'rganishi mumkin. Lekin haqiqatda ham aytib ketishimiz kerak. Ya'ni qanaqa ma'noda? Insonni agar tug'ma qanaqadir talanti bo'ladigan bo'lsa, muloqotga nisbatan, insonni tushunishga nisbatan va insonga to'g'ri paytda to'g'ri gap gapirish degan tabiatidan kelib chiqib shunaqa ko'nikmasi bo'ladigan bo'lsa, o'rganayotgan inson bilan taqqoslaydigan bo'lsak, albatta, unda baribir sal-pal ustunvor tomon bor. Lekin 1000 talanti bo'lsa, lekin harakati bo'lmaydigan bo'lsa, 1000 talanti bo'lmagan, lekin harakati ko'p bo'lgan inson har doim undan ustunvor turadi. Nima uchun? Chunki harakat qilgan inson baribir ko'p narsani ko'radi, tajriba oladi. Men bilmagan narsasini bilib oladi. Ya'ni odam qilgan narsani odam qiladi. Shuning uchun ham bu muammo emas. Endi siz nima uchun sotuvni o'rganyapsiz va nima uchun bu sizga kerakligini aniqlashingiz juda muhim. Chunki ko'p inson sotuvga kirayotganda sababsiz kiradi yoki prosta vaqt o'tkazishga kiradi yoki qanaqadir bitta kichkina ehtiyojini yopib, keyin chiqib ketishga reja qiladi. Lekin bitta narsani esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Nima bu? Ya'ni inson ishlashidan qat'iy nazar har doim rivojlanishi kerak. Meni fikrim bo'yicha sotuv bu maksimal darajada insonga tajriba va ko'nikma beradigan ish. Ya'ni siz qaysidir ishni tanlayotganingizda to'g'ri asosiy omil baribir pul bo'lib qoladi. Chunki qanaqadir asosiy nima deydi, ehtiyojingizni qondirishingiz kerak, shundan keyin уже boshqa mansab, keyin ko'nikma, rivojlanish va hokazo degan fikrlar kelib boshlaydi. Lekin men ish tanlayotganingizda ham agar u yerda har kun davomida ozgincha bo'lsa, zarracha bo'lsa ham o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, bu sizni oxir oqibat tupikka olib keladi. Ya'ni hech qanaqa rivojlanish yo'q, faqatgina o'rta holatdagi oylik va bu sizga uzoq muddatda hech qanaqa rivojlanish olib kelmaydi. Lekin sotuv misolida bu har kuni inson bilan muloqot qilganingizda xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'zgarishga majbursiz. Aks holda sizni ishdan haydab yuborishadi. O'rta holatdagi kompaniyalar. Endi eng muhimi, siz sotuvni tanlayotganligingizning asosiy sababi nima? Ya'ni bu daromad, bu tushunarli, lekin daromaddan tashqarichi? Bu shaxsiy o'zgarishmi? Bu qanaqadir
kelajakda tadbirkor bo'lish niyatmi yoki nima? Izohlarda albatta yozib keting. Va keyingi darsimizda biz nima uchun sotuv professional darajada o'rgatilinishini aytib ketamiz va insonni ehtiyojini qanaqa qilib aniqlashni o'rgatamiz va shundan kelib chiqib to'g'ri taklifga olib kelish bizning keyingi darsimizda mavzusi. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Ikkinchi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda esa biz siz bilan nima uchun sotuv professional darajada olib chiqilishi kerak va qanday qilib bu sizga ertaga ishda maksimal darajada yordam berishini birma-bir gaplashamiz. Birinchi eng muhimi bu ish boshlayotganingizda, ya'ni sotuvni boshlayotganingizda eng muhim omil bu nima? Bu to'g'ri salom berish. Ya'ni ko'p inson mijoz kelib chiqqanda noto'g'ri kontakt tuzishi mumkin. Sotuvda umumiy holda 5 ta etap bor va bu etap sizga birma-bir sotuvga olib kelishga yordam beradi. Birinchi etap bu kontaktga kirish. Ya'ni inson bilan siz qanday qilib boshdan bosh muloqot qilasiz. Siz birinchi aytadigan savolingiz nima yoki birinchi aytadigan gapingiz nima mijozga? Bir o'ylab ko'ring. Chunki meni fikrim bo'yicha ko'p inson birinchi qiladigan narsasi bu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Deb keyin srazu produktni prezentatsiyasiga o'tib ketadi. Ya'ni assalomu alaykum. Mana qarang, mana bunaqa mahsulotimiz bor, bunaqa mahsulotimiz bor, bunaqa mahsulotimiz bor deb o'yladi. Bunaqa mahsulotimiz bor, bunaqa mahsulotimiz bor deb srazu muloqotni boshlaydi. Meni fikrimcha bu mutlaqo noto'g'ri. Nimaga? Chunki tasavvur qiling, sizni do'koningizga mijoz kirdi va mijoz kirganda nimadir ko'zlab yuribdi. Ya'ni o'tga qaradi, botga qaradi va hokazo. Ya'ni inson agar aniq niyati, ya'ni nima olishdan qat'iy nazar 100% ishonch komil bo'lib do'konga kirganda ham siz baribir birinchi bo'lib kontaktga kirib olishingiz. Chunki qancha insonga ko'p komfort berib, shuncha ko'p ishonch orttirishingiz mumkin. Nima uchun sizga insonning ishonchi kerak? Chunki inson har doim instinktidan kelib chiqib qaror qiladi. Bu nima degani? Ya'ni agar men sizga ko'proq boshqa insonlarga nisbatan ishonadigan bo'lsam yoki boshqa do'konlarga nisbatan ishonadigan bo'lsam, men xarid qilishim imkoniyatim maksimal darajada baland bo'ladi. Ya'ni shuning uchun birinchi bo'lganda klient kelganda aniqlaydigan narsamiz nima? Bu assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Xush kelibsiz? Mening ismim Bekzod va men bugun sizga xizmat ko'rsataman. Chunki asosiy sabab siz insonga komfort bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Ya'ni siz insonga begona bo'lishingiz kerak emas. Va o'zingizni taqdim qilganingizdan keyin birinchi so'raydigan savolingiz, misol uchun, qaysi do'kon misolini olishimiz mumkin? Oyoq kiyim sotamiz. Siz qanaqa oyoq kiyim qidirmoqdasiz? Ya'ni umumiy bitta savol berdik. Va shu umumiy savoldan kelib chiqib, ya'ni insonning javobidan kelib chiqib, keyingi savollarimizni shakllantirishni boshlaymiz. Keling endi do'kon misolida emasda, call center, ya'ni sotuv bo'limi misolida gaplashamiz. Endi tasavvur qiling. Allo, assalomu alaykum. Misol uchun Sardor aka, yaxshimisiz? Bilaman, men sizni bezovta qildim. Ming bor uzr, adashmasam siz bizani sportivniy mashinamizga qiziqish bildirgan ekansiz. Va shu bois men sizga zo'r taklifni berish uchun telefon qilyapman. Hozir gaplashsak bo'ladimi? Inson avtomatik ravishda nimani tushundi? Ismini bilishingizni tushundi. Ya'ni ismini aytayotgan bo'lsangiz, u qiziqish bildirganligini anglatadi. Ikkinchi qiladigan narsamiz bu hol ahvolni so'rash. Qancha ko'p hol ahvol haqida savol bersangiz, shuncha insonni kayfiyatini bilib olasiz. Ya'ni kayfiyatidan kelib chiqib gapni tuzishingiz mumkin. Misol uchun telefon qo'yasiz, yaxshimisiz desangiz, "Ha, yaxshiman, tezroq gapiring" desa, ya'ni bu shoshqilinch vaziyatda. Agar inson bemalol nafasini rostlab gaplashayotgan bo'lsa, bu degani sizga ertaga imkoniyat bor ko'proq ma'lumotni unga yetkazish. Endi qarang, biz muloqotni boshladik va ikkinchi qiladigan narsamiz nima bo'ldi? Bu maqsadni aniqlash. Ya'ni siz bizda mahsulot bor, shu narsaga qiziqish bildirgan ekansiz deb aytaman. Lekin ko'p vaziyatda agar xizmat ko'rsatuvchi bo'lsak, mana misol uchun cleaning xizmati, ya'ni uy tozalash xizmati bo'ladigan bo'lsa, men nima degan bo'lardim? Siz uyingizni maksimal darajada tozalikda ushlab turish uchun
bizga qiziqish bildirgan ekansiz, to'g'rimi? Ya'ni bizada mana bunaqa xizmat bor, bu xizmat mana bunaqa qiladi emas, to'g'ri maqsadga o'tib ketyapman. Ya'ni bizani xizmat yordamida uy toza turadimi? Ha, toza turadi. Ya'ni bu narsa deyishga haqqim bor. Ya'ni sraz aytaman. Siz mana shu mahsulotga emas, siz mana shunaqa natijaga erishmoqchi ekansiz, bizani yordamimiz orqasida, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Keling, unda men sizga maksimal darajada to'g'ri tanlov berishim uchun bitta-ikkita savol berib ko'ring. Ya'ni nima uchun biza keling men sizga savol beray, nimaga qiziqasiz, unaqa deb aytmayman. Ya'ni savol berishdan oldin men insonga yetarlicha sabab berishim kerak, unga keyinchalik savol berish uchun. Nimaga? Chunki agar men sabab berib keyin so'rasam savolni, u ko'proq interes bilan, ya'ni ko'proq qiziqish bilan ma'lumotni berib boshlaydi. Chunki u o'zi uchun manfaat, ya'ni foyda ko'radi. Agar men to'g'rima-to'g'ri savol beradigan bo'lsam, inson o'zi uchun shubha qiladi. Nima uchun? Chunki nima uchun begona inson nima uchun savolni berayotganligini tushuntirmasdan menga mingta savol beryapti degan fikrga boradi. Bu fikrga borish insonni shubhalanishga olib kelsa, ya'ni ishonch tushadi. Ya'ni siz sotishingiz imkoniyati minimallashib ketaveradi. Shuning uchun biza maksimal darajada ekologik harakatlanishimiz kerak. Insonni hech qanaqasiga to'sqinliksiz to'g'ri sotuvga olib kelishimiz kerak, ya'ni to'g'ri tanlovga. Qanaqa savollar berish mumkin? Sotuv bo'limida yoki offlayn do'konda yoki prezentatsiyada farqi yo'q. Meni fikrim bo'yicha savolni ikkita turda bersa bo'ladi. Birinchisi umumiy savol, ikkinchisi bu aniqlik kirituvchi savol. Endi tasavvur qiling, umumiy savol bu nima? Agar men mashina sotganimda men aytardim, siz nima uchun mashina qidiryapsiz hozirgi paytda? Ya'ni bu savol qanaqadir mavzuni ochib berish uchun birinchi harakat. Men qanaqadir aniqlik kirituvchi savolni insonning savoliga javobidan kelib chiqib aytishim kerak. Ya'ni life hack. Agar xayolingizga hech qanaqa savol kelmayotgan bo'lsa, insonning maqsadi haqida savollar so'rang. Oddiy misol, nima uchun nimadir? Nima uchun bu xizmat sizga kerak? Nima uchun mana shu mashinani qidiryapsiz yoki nima uchun umumiy olganda sizga notebook kerak yoki stol kerak yoki va hokazo. Ya'ni sababni bilganingizdan keyin keyingi aniqlovchi savollar o'z tabiiy holda keladi. Endi bizada umumiy savol bo'lsa va bu mavzuni ochib bersa, ikkinchi qiladigan savolimiz bu aniqlik kirituvchi savol. Lekin aniqlik kirituvchi savollar asosiy vazifasi bu faqatgina aniqlik kiritish emas. Bu insonni rostakasam o'zi maqsadi, niyati, shubhasi, ishonmasligi nimadan kelib chiqishi mumkinligini aniqlovchi savollar. Misol uchun, men oilaviy mashina qidiryapman deb aytishim mumkin umumiy savoliga. Men aytaman shundan kelib chiqib, Sardor aka, nima uchun siz oilaviy mashinani qidirmoqdasiz? Chunki mana farzandim tug'ilmoqda, o'sha ikkinchisi mashina bizga kerak bo'lyapti, semeyni, ya'ni oilaviy sideniya kerak, xavfsiz mashina kerak. Men sportivniy mashinam bor edi, endi uni sotaman, uni o'rniga boshqa mashina olaman deb aytayapti. Ya'ni o'z dardini, o'z og'rig'ini sizga aytib bermoqda va sizning vazifangiz bundan kelib chiqib, sirazu taklif berishga shoshilmang. Asosiy vazifa sekin-sekin insonni ko'proq bilib, to'g'ri taklif berish. Ya'ni nima uchun hozirgi paytda u oilaviy mashina olayotganligini bildik, lekin yana bitta aniqlik kiritishimiz shart. Siz elektr mashina qidiryapsizmi yoki benzin? Nimaga? Chunki mana misol uchun sizni avtosaloningizda ikkita turdagi mashina bo'lishi mumkin. Agar unaqa turdagi mashina bo'lmasa, bu savol noo'rin. Hech qisi yo'q, muammo yo'q. Siz bu savolni berishingiz ham shart emas. Lekin aniqlovchi savollarni berishimiz shart. Endi keling sizlar bitta o'yin o'ynab ko'ramiz. Bizning asosiy vazifamiz hozir to'g'ri savol berishni o'rganish. Va shundan kelib chiqib sizga bitta vazifa. Siz hozir xayolingizda bitta sonni o'ylab ko'rasiz. Endi men sizga 5 soniya vaqt beraman. Bir o'ylab ko'ring. Qaysi sonni siz o'yladingiz? Va bitta savol bilan men 100% ayta olaman, shu sonni topib qo'yaman. Chunki men sizga 100% to'g'ri savol berishim kerak va tajribadan kelib chiqib aytamanki, 99% da men bu savolga javob topaman. Endi bitta sonni o'yladingiz, menda bitta dona savol bor. Agar shu o'ylagan sonni birga ko'paytirsak, necha son chiqadi? Ya'ni siz aytishingiz mumkin, yo'q, bu cheating, ya'ni bu bola g'irom qildi. Lekin
umumiy olgan holda mani vazifam sizga to'g'ri savol berish va sizni o'ylagan soningizni topish. Va aytamanki, sizga bitta narsani aniq ertaga siz sotib qilayotganingizda ham to'g'ri savol topish bu to'g'ri javobga kelishdir. Va maksimal darajada siz ham to'g'ri savolni berishni o'rgansangiz, ertaga sizda hech qanaqasiga muammo taklif berishda bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi darsimiz ham yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi darsimizda esa siz qanaqa qilib mijozga shunaqa taklif berishingiz mumkinki, u sizdan inkor qilmaydi. Keyingi darsni ko'rish esingizdan chiqib qolmasin. Uchinchi darsga xush kelibsiz va bu darsimizda qanday qilib mijozingizga to'g'ri taklif berishimiz mumkinki, inson sizni inkor qilmaydi. Endi tasavvur qiling, siz notebook sotyapsiz va notebook misolida men sizga qanaqa qilib taklifni to'g'ri berishni o'rgataman. Agar siz notebookingizni bilib, ekspert bo'lgan taqdiringizda ham operatsion sistemasini, ekranini, ya'ni ikir-chikirani, SSD, HDD va hokazo hammasini maksimal darajada insonga texnik tilda yetkazib beradigan bo'lsangiz, sizni mijozingiz tushunmaydi. U faqatgina o'zini nima deydi, yetarli darajada bilmaydigan inson deb qabul qiladi, ya'ni diskomfortga tushadi va diskomfortga tushgan sari ishonch tushib boradi va xaridga hech qanaqasiga olib kela olmaysiz. Va ikkinchidan esa inson qiymatni tushunmaydi. Ya'ni SSD va hokazo nimaligini siz bilishingiz mumkin, lekin inson bilmasligi mumkin. Shuning uchun ham insonga, ya'ni mijozga to'g'ri til tanlab taklif berish bu juda muhim. Endi tasavvur qiling, siz o'zingizni ekspert deb bilasiz. Ya'ni sotuvda men ekspertman, men o'z mahsulotim haqida hamma narsani bilaman deb o'ylashingiz mumkin. Lekin sotuvchi bu injener yoki ishlab chiqaruvchi menejer emas. U hamma narsani ikir-chikirini bilishi shart emas. Uni asosiy vazifasi insonga yetkazib berishda ekspert bo'lish kerak. Ya'ni sizning asosiy vazifangiz nimada ekspert bo'lishingiz kerak? Mahsulotni texnik bilimida emas, insonga shu mahsulotni tushuntirib berishda ekspert bo'lishingiz kerak. Ya'ni bu degani siz insonni tilida qiymatni yetkazib bera olishingiz kerak. Tasavvur qiling, notebook va sizning mijozingiz 50 yoshdan o'tgan inson sovg'a sifatida olayotgan deb tahlil qilaylik va shu savolga javob bergandan keyin biz insonga tushuntiramiz. Bu notebookni ular nima uchun ishlatadi va ular aytadi, nabiram o'qishga kirdi, shuning uchun men unga sovg'a qilmoqchiman. Okey. Bo'ldi. Unda qarang, ularga shunda o'qishiga yetarli darajada notebook kerak edi. Shunga yarasha maksimal to'g'ri keladigan narx ham bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Ha, albatta deb mijoz sizga maksimal darajada yonlashib dardini ochadi va shu hamma ma'lumotni bilganingizdan keyin siz insonga to'g'ri, manfaatli, qiymatli, tushunadigan taklif berishingiz kerak. Ya'ni to'g'ri til tanlashingiz kerak. Shuning uchun men sizga maslahat beradigan narsam bu: nabiringizga shu notebookni tavsiya qilaman. Nima uchun? Chunki ular o'qiylar va o'qiganlarida ko'p programmani ishlatadilar. Chunki arxitektor ekanlar va arxitektorlikda bitta-ikkita ilovalar bor. U ilovalar sal oddiy kompyuter ko'tara olmaydigan programmalari bor. U programmalarni ko'tarishi uchun ham yaxshi, kuchli motorchik kerak. Nima uchun motorchik deyapman? Chunki u inson, скорее всего, motorchikni protsessorga nisbatan tushunadi, yoshiga nisbatan. Shuning uchun aytaman, mayli, mana shu motorchikka kuchli bo'lgan sizga notebookni taklif qiling. Buni garantiyasi ham bor. Bu garantiyasi ham 2-3 oy davom etadi. Buni servis xizmati bor. Agar nobodo nimadir ishlamay qolsa va hokazo bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol olib kelib berishlari mumkin. Tim bo'lib nabiringiz talaba ekanlar-ku. Talaba bo'lganlarning hisobiga ham ko'p pullar bo'lmaydi. Shuning uchun bu xizmatni siz uchun tekin qilib beraman. Va bitta narsani ham esingizdan chiqarmang. Qiymat berib tashlaysiz. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, insonga to'g'ri til tanlab, u tushunadigan tilni tanlab taklif berish. Meni fikrim bo'yicha bu juda muhim. Ya'ni mahsulotingizni qanaqadir texnik kuchli tomonini emasda, inson tushunadigan tilda qiymatni yetkazib berish. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsam, siz oddiy mahsulotni emas, mahsulotni rezultatini insonga tushuntirib bering va shundaki sizda yaxshi taklif shakllantirishga olib keladi.
ikkinchi sizga beradigan texnikam bu inson bilan maksimal darajada yaqinlashishga yordam beradi. Ya'ni uni fikrida siz uni maksimal darajada tushunyapsiz va to'g'ri taklif berishga tayyorsiz degan signallarni beradi. Bu nima? Bu insonga kerak emas bo'lgan narsani savol tariqasida so'rash. Misol uchun, siz qanaqadir mahsulotni insonga taklif qilmoqchisiz, lekin nimani aytishi va nimani aytmaslikni haligacha tushunmayapsiz. Shuning uchun insonga noto'g'ri taklif bermaslik uchun siz o'zingizni strafovkangizni olib, bitta savolni insonga beryapsiz. Misol uchun, keling siz bilan haligi insonni tahlilini davom etamiz. Ya'ni ular o'zlari uchun, nabiralari uchun notebook qidirayotgan edilar. Shu insonga biz to'g'ri savol berishga harakat qilamiz. Ya'ni o'zimni maksimal darajada xavfsiz hududga qo'yib, insonga to'g'ri taklif berishim kerak. Shuning uchun men so'rayman. Ming bor uzr, aka, sizga qimmat bu nechi pul? Misol uchun, agar men sizga $2000 xususiyati kuchli o'yin uchun даже to'g'ri keladigan notebook bersam, sizga to'g'ri kelarmidi deb so'rab ko'raman. Ya'ni inson katta ehtimol bilan menga bu narsa kerak emas, men aytdim-ku o'qish uchun va hokazo uchun deb bizga mijozdan именно shu javob kerak edi. Nimaga? Chunki endi biza $2000 bo'lgan notebookni yoki undan arzonroq, farqi yo'q, ya'ni vaziyatingizdan kelib chiqib bemalol savol berishingiz mumkin. Biz o'zimiz strafovkamizni oldik va biz o'zimiz uchun tushundikki, bu taklifni bersak, bu inson bizga yo'q deydi. Ya'ni unaqa taklif berishdan biz bosh tortamiz. Va biz o'z holatimizda insonga maksimal to'g'ri keladigan taklifni berishga yaqinlashmoqdamiz. Endi tasavvur qiling, ikkinchi savolingiz. Ya'ni siz aytyapsiz, aka, sizga bu mahsulotni asosiy vazifasi shunda o'qish va qanaqadir qiyin programmalarni ko'tarish va 5-6 yilga xizmat qilishmi yoki 2-3 yilda keyinchalik o'zi o'zgartiradimi deb savol berib ko'rishingiz ham mumkin. Ya'ni ko'p insonlar uchun aslida sifat muhim emas. Ya'ni ular odatda umumiy qanaqadir vazifani bajarib bersa va u narsaga minimal pul to'lasa, inson rozi. Lekin ba'zi insonlar bor, sifat deganda rostakasm sifat muhimligini anglatadi. Ya'ni javobidan ham kelib chiqib tushunishingiz mumkin. Menga sifat mayli ozgincha qimmatroq bo'lsa ham, mayli shu narsani yob bering, to'lab bering deb aytadi. Endi tasavvur qiling. Siz insonga nima muhim bo'lganligini aniqladingiz. Ya'ni nima kerak emasligini aniqlash, bu nima muhimligini aniqlash. Undan keyin siz maksimal darajada insonga notebookingizni, mahsulotingizni xususiyatini emas, foydasini tushuntirdingiz. Va oxirgi narsa, bu insonga agar o'z muammosini, ya'ni nima uchun kelganligini hal qilib ketmasa, ertaga muammolar ko'pligini ko'rsatib berish. Bu nima uchun kerak? Chunki ertaga inson qaror qilishida maksimal darajada xayolida turish kerak. Ya'ni bu muammoni hal qilmasam, mamnaqa muammolarga duch kelar ekanman. Ya'ni oddiy qilib bitta muammoni ikkita muammo qilar ekanman. Hozir qaror qilishimga yetarli sabab beryapti bu bola degan fikrga olib kelish uchun bu juda muhim. Endi, lekin bu narsani siz qanday qilishingiz mumkin? Oddiy misol. Agar shu notebookni hozir xarid qilmasangiz, nabiringiz uchun unda ekzamen kelishi mumkin. Va ekzamen kelgan paytida unga notebook juda muhim yoki darsda o'tirayotganda har xil faylni ochgin deb aytishi mumkin ustozi. Va sizni nabiringiz qo'pol qilib aytganda hech narsasiz o'rtog'ini notebookiga qarab o'tirishi qanchalik sizga to'g'ri keladi? Meni fikrimcha bu narsa sizga yoqmaydi va bu tabiiyki bu muammoni yechimi bu hozir xarid qilish deb, ya'ni maksimal darajada insonni og'rig'idan kelib chiqib bu muammoni hal qilmasa nimaga olib kelishini tushuntirib berish va qanchaki siz ko'proq, ya'ni batafsilroq ochib bersangiz shu muammoni, shunchaki inson sizga tanlov qilishiga hozir rozi bo'lishi mumkin. Lekin agar siz bu etapdan o'tib ketadigan bo'lsangiz, ya'ni qiymatni tushuntirdingiz, lekin hozir xarid qilish uchun yetarli sabab bermayotgan bo'lsangiz, bu degani insonga yetarli qiymat bergan taqdiringizda ham hozir olishini sababini bermasangiz, bu prosta ma'lumot bo'lib qoladi. Ya'ni inson keldi, siz ming harakat qilib har xil texnikalar bilan ma'lumotni yetkazib bermoqchi bo'ldingiz, ehtiyojini o'rgandingiz, to'g'ri taklif bergan bo'lsangiz ham hozir olishini sababini bera olmasangiz, inson uchun bu prosta ma'lumot. Va shuning uchun maksimal darajada esingizda tuting.
hozir sabab berish ba'zida taklifdan ham, ya'ni taklifni zo'r qilib ochib berishdan ham muhim. Lekin ba'zida, har doim emas. 3-darsimiz ham yakuniga yetdi. Keyingi darsimizda esa qanday qilib e'tirozni ustida ishlash mumkin. Ya'ni maksimal darajada insonga komfort berib, qarama-qarshi qilmasdan, insonni hamma javobiga agressiv bo'lmasdan javob berishni o'rganamiz. Albatta, keyingi darsda sizni kutib qolaman. Rahmat. 4-darsimizga xush kelibsiz va bu darsda biz siz bilan qanday qilib e'tirozlarni ustida ishlash mumkinligi haqida gaplashamiz. Keling siz bilan umumiy olgan holda e'tiroz nimaligidan boshlaymiz. E'tiroz bu kompaniyaga, mahsulotga bo'lgan ishonchsizlik. Ya'ni qanaqadir ma'lumot yetarli darajada berilmagan yoki yetarli sababli berilmagan insonga xarid qilish uchun yoki inson umumiy olgan holda mahsulotni plus minus yaxshi ko'rdi, lekin baribir xarid qilishga yetarli sabab olmadi. Shuning uchun ham o'zi maksimal darajada sizga nisbatan har xil savollar beradi va shu bois uni asosiy qidirayotgan maqsadi bu ish qilib inson menga mana shu foydasini, mani qo'rquvlarimni to'g'ri обработка qilib manfaatli ma'lumot bersa, ya'ni foydasini ko'rsata olsa, rostakasi mana shu muammoyim hal bo'lishini men undan xarid qilishga tayyorman degan etap. Ko'p inson e'tirozi bor degani bu o'zi omida savoli ko'p deb o'ylaydi, lekin xarid qilmaydigan inson to'g'risini aytganda bitta savol beradi, shu bilan chiqib ketadi. Bo'ldi, rahmat, bitta o'ylab ko'raman, maslahatlashaman deb qochib ketadi. Lekin inson agar sizga ko'p savol berayotgan bo'lsa, bu qiziqishi haqida belgi. Ya'ni u maksimal darajada mahsulot haqida ma'lumot bilmoqchi. Albatta, agar bu sizning konkurentingiz bo'lsa, u prosta sizni o'rgangani keldi, lekin hamma ham sizning konkurentingiz sizga mijoz sifatida kelmasa kerak. Shuning uchun mijoz maksimal darajada savol berayotgan bo'lsa, siz xursand bo'ling. Nimaga? Chunki bu savollarga to'g'ri javob ertaga sizga xaridga olib keladi, ya'ni sotuvga. Endi keling, siz bilan e'tiroz ustida ishlash har bitta etapini razbor qilamiz. Birinchisi, tasavvur qiling, sizga inson aytayapti. To'g'risini aytsam, mana mahsulotda men bu narsani ko'ra olmadim. O'ylashim bo'yicha bu narsani bera olishinglar qiyin deb aytishi mumkin. Sizni eng muhim birinchi qiladigan harakatingiz bu qattiq shaxsiyatingizga olmang. Nimaga? Chunki inson e'tirozni kompaniyaga yoki mahsulotga nisbatan bildiryapti, sizga nisbatan emas. Lekin siz hamma narsani yuragingizga yaqin oladigan bo'lsangiz va jahlingiz chiqib, nimaga unaqa deyapti, men unaqa demadim, unaqa qilmadim deydigan bo'lsangiz, ya'ni siz oddiy holatda vaziyatni qo'ldan boy berasiz. Ya'ni kontrolingiz bo'lmaydi va kontrolingiz bo'lmaganligini hisobiga ham siz jahlingiz chiqqanda qo'polroq gapirib olishingiz mumkin va bu 100% insonni maksimal darajada sizdan sovuqlikka olib keladi. Endi bu narsa sizga kerakmi? Albatta kerak emas. Chunki tasavvur qiling, siz 10 minut, 15 minut vaqtingizni allaqachon sarflab olgansiz. Ya'ni bu muloqot yoki sotuv bilan tugaydi, yoki insonni sizga sababini sotuvi bilan tugaydi. Ya'ni yoki siz sotasiz yoki sizga inson nima uchun olmasligini sotadi. Bo'ldi shu. Tasavvur qiling, sizga inson aytayapti. Men bu narsani foydasini oxirigacha tushunmadim. Men unaqa narsani yetkazib bera olmasanglar kerak yo'q deb so'rayapti sizdan. Siz birinchi qiladigan narsangiz bu reaksiya bildirmasdan, jahlingiz chiqmasdan, shaxsiyatga yaqin olmasdan, yurakka yaqin olmasdan maksimal darajada tushunish. Bu inson e'tirozni mahsulotga yoki kompaniyaga nisbatan bildiryapti, menga nisbatan emas. Men ham bu komandani jamoasi va mening asosiy vazifam insonga qiymatni va bu noto'g'ri fikrni to'g'irlash ustida ishlashim kerak degan fikr bo'lsa, bo'ldi. Sizni hech qanaqasiga psixologik bosim ostida ham o'zgartira olmaydi fikringizni. Shuning uchun nima qilamiz? Vaziyatni tushundim deb javob berishingiz kerak. Ya'ni gapingizga qo'shilaman. Rostdan ham shunaqa. Yo'q, unaqa emas, siz xato qilyapsiz deb javob berish shart emas. Sizning asosiy vazifangiz vaziyatni tushundim. Aniqlik kiritganligingiz uchun rahmat. Javobingiz
menga yetarli darajada tushunarli bo'ldi deb aytishingizni o'zi kifoya. Ya'ni birinchi narsa bu prosta tasdiqlash berish kerak, что biz uni tushundik. Endi ikkinchi qiladigan harakatimiz bu nima? Bu maksimal darajada nima uchun inson shu e'tirozga kelganligini aniqlash. Ya'ni menga notebookingizni to'g'risi Xitoyniki ekan, Xitoyniki bo'lganligi uchun men to'g'risi unaqa joy ishona olmadim deb aytadi. Siz aytasiz, "Ha, tushunarli, savolingiz uchun kattakon rahmat, tushundim." Bitta dona aniqlik kirituvchan savol. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda Xitoylik kompyuterlar Amerikanikiga, boshqa davlatga nisbatan pastroq sifatdami yoki yo'qmi deb so'raysiz. Ya'ni bu narsa prosta insonning fikrini bilib olish uchun, ya'ni tomiriga urib, nima uchun bu e'tirozni aytayotganligini tushunib olishimiz kerak. Yoki ikkinchi harakat qilishimiz mumkin. Ikkinchi harakatimiz bu nima? Bu yo'q, unaqa emas. Xitoy min kompyuter ishlab chiqsa, bu ham Amerikaga ketadi, tam Koreyaga ketadi yoki Yevropaga ketadi, o'zi hammasi Xitoyda ishlanadi-yu deb jahl qilishingiz mumkin. Lekin biza maksimal darajada strategik yondashuv qilamiz. Ya'ni aniqlovchi savol. Sizning fikringizcha, hozirgi paytda Xitoylik kompyuterlar Amerika yoki Yevropadan sal sifati pastroq deb bilasizmi? To'g'risini aytsam, keling, men sizga bitta vaziyatni tushuntiray. Hozirgi paytda Xitoy 90% kompyuterni Yevropa bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, boshqa joy bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bu Xitoy. Ya'ni hamma xomashyo va hokazo, mana brendni nomidan tashqari hammasi Xitoyda ishlab chiqariladi. Va brendni ustiga mana shunaqa narx to'lashga tayyormisiz? Xuddi shunaqa xususiyatlari bilan. Mayli, xususiyati ozgincha boshqacha ham bo'lishi mumkin, lekin tubdan boshqacha emas. Ya'ni bir xil vazifani qiladi, lekin men sizga maslahat berganligimni sababi narx sizga afzal, ya'ni yaxshiroq narxda sizga to'g'ri tanlov qilib berishga harakat qilgandim. Shu maqsadda sizga mana shu narsani taklif qilgandim deb aytsangiz, inson avtomatik ravishda tushunadi. Ha, bu bola menga bitta zo'r argument berdi. Hamma kompyuter baribir Xitoyda ishlab chiqariladi. Prosta qanaqadir nom uchun men ustiga pul beryapman. Bu bola ham baribir aytayapti-yu, servis ham beraman, u ham beraman, bu ham beraman deyapti va hamma narsani to'g'ri menga yetkazib beryapti. Balki men xato qilib shu fikrga kelgandirman degan pozitsiyaga olib kelishingiz kerak. Lekin bu pozitsiyaga olib kelishingiz uchun siz insonga aniqlovchi savol berishingiz kerak va maksimal darajada qarama-qarshi o'zini to'g'riligini isbotlash pozitsiya emas, yordam. Ya'ni men sizga yordam bermoqchi edim, shuning uchun men shunaqa sizga taklif berdim degan fikrga olib kelishingiz muhim. Agar bu yordam beruvchi pozitsiyasiga kirib olmasangiz, inson sizga ertaga 100% aytadi. Yo'q, men sizdan olmayman, siz o'zingizni haqligingizni isbot qilasiz, men baribir o'zim fikrimda qolaman degan fikrda qolishi mumkin. Shuning uchun siz hech qachon insonga qarama-qarshi ketmang. Aha, xo'p, bo'ldi, tushundim deb qarama-qarshi emasda yoniga turib oling, yordamchi sifatida. Va shunda inson sizga nisbatan ko'proq ishonchi bildirishni boshlaydi. Va taklif berdingiz, taklif berganingizdan keyin, ya'ni e'tiroz nimadan iboratligini va e'tirozga javob berganingizdan keyin oxirgi etap bu nima? Bu insonni siz bergan argumentga yaxshilab bitta e'tibor bering. Ya'ni qanaqa reaksiya bildiryapti? Qanchalik siz gapirgan gapingiz insonga yoqdi, yoqmadi, to'g'ri keldi, to'g'ri kelmadi, shubha yaratdi yoki ishonch yaratdi, o'sha narsani aniqlab oling. Insonni yuziga qarab jim turish kerak. Javobni oxirgacha berib olmaguncha. Va shundan kelib chiqib, siz o'zingiz uchun tushunasiz. Yoki sotuvga yaqinlashdingiz yoki sotuvdan uzoqlashdingiz va shundan kelib chiqib, o'sha har bitta e'tirozni ustida ishlashingiz mumkin. Bugungi darsimiz ham yakuniga yetdi. Lekin men sizga esingizda bo'lsa, boshida 5 ta etap bor deb aytgan edim. Birinchi etapimiz bu kontaktga kirib olish, ya'ni insonga salom berish, insonga nima uchun telefon qilayotganligimizni maqsadini tushuntirish va o'zimizni tanishtirish, kompaniyani tanishtirish. Ikkinchi narsa bu e'tirozni o'rganish. Ya'ni ikkinchi narsa bu insonni ehtiyojini o'rganish. Ya'ni unga nima kerak? Bu mahsulotni nima uchun xarid qilmoqchi? Nima uchun bu mahsulotni решение, ya'ni yechim sifatida ko'ryapti degan etapdan
Uchinchi etap bu offer, ya'ni taklif berish. Qanday qilib siz shunaqa taklif berishingiz mumkinki, inson sizni rad etmaydi. Va oxirgi etapdan bittasi bu bugungi darsimiz edi. Ya'ni e'tirozlar ustida ishlash. Va e'tirozlarni ustida ishlaganda bitta narsa esingizdan chiqib qolmasin. Siz hech qachon o'zingizni haqligingizni emas, balkim mahsulotingiz foydasini tushuntirib berishingiz kerak. Va oxirgi etapimiz bu dajin, zakritye сделки. Har xil nomi bor. O'zbekcha qilib aytadigan bo'lsam, xaridga olib kelish va hozir xarid qilishga yetarli sabab berish edi. Umumiy olganda har bir etapni siz bilan razbor qildik. Va 5-etapni, ya'ni dajin, zakritye сделки deysizmi? Xohlagancha atashimiz mumkin. Hozir xarid qilishga sabab berish etapini bizni Sales Up maktabimizda o'rganishingiz mumkin. Biz sizni albatta kutib qolamiz va siz shunchalik sabrli inson bo'lganligingiz uchun, shu oxirigacha ko'rib, mana shu bilimni oladiganligingiz uchun ham kattakon rahmat va sizga maxsus sovg'amiz bor. Siz bizni konsultatsiyamizni bepulga olishingiz mumkin. Atigi telefon raqamingizni, ism-sharifingizni qoldiring va bizning menejerlar siz bilan bog'lanib, nima uchun Sales Up maktabida o'qishingizni va qanaqa pog'onaga chiqishingiz mumkinligini batafsil etib o'tishadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.